Siz yaxshi ish izlayapsiz, lekin natija yo'q. Karyerangizda ko'tarishni xohlayapsiz-u, lekin qayerdan boshlashni bilmayapsiz. Yangi biznes partnyorlar, investorlar yoki networking kerakmi? Sizda loyiha bor, lekin kimdandir sizga haqiqiy, ochiq-oydin feedback kerak. Bu video aynan siz uchun. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish bo'yicha odamlarda ikki xil qarash mavjud. Ayrim odamlar buni foydali desa, ayrim odamlar bu juda ham ko'p vaqtni oladigan yomon unsur, yomon bir narsa deb tasavvur qilishadi. Va O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq deyilganda asosan ikkita asosiy platforma, Facebook va Instagram tushuniladi. Bugun men sizlarga foydali bo'lgan va O'zbekistonda nisbatan e'tibordan chetda qolgan bir ijtimoiy tarmoq haqida gapirib o'tmoqchiman. Balki sezgan bo'lishingiz mumkin, men LinkedIn ijtimoiy tarmog'i haqida gapirib o'tmoqchiman. LinkedIn ijtimoiy tarmog'i, LinkedIn platformasi juda ham foydali platforma bo'lib, sizga juda ham katta imkoniyatlar erishishini ochadi. Haqiqat bilan bo'lishib o'tadigan bo'lsam, bugun LinkedIndan 900 millionga yaqin foydalanuvchi foydalanmoqda. Ularning asosiy qismi bular katta CEOlar va yaxshi ishlaydigan yaxshi mutaxassislar. Bilmaganlar uchun LinkedIn ijtimoiy tarmog'ini biroz tanitib o'tmoqchiman. Albatta, bu yerda boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kabi sizning o'zingizning shaxsiy lentangiz bo'ladi. O'zingizning profilingizga kirganingizda siz o'z profilingizni asosan o'zingizning karyera nuqtai nazaridan erishgan yutuqlaringiz bilan to'ldirib borishingiz kerak. Ya'ni qayerda ishlagansiz, qancha ishlagansiz, qaysi lavozimlarda, necha yil ishlagansiz. Unday olib qaraganda bu sizning onlayn rezyumengiz desa ham bo'ladi. Bundan tashqari, ishdan tashqari qayerlarni bitirgansiz, qaysi oliy o'quv yurtlarida, qaysi yo'nalishlarda, magistratura yoki bakalavr, buni hammasi to'ldirib boriladi. Bundan tashqari sertifikatlar, qo'shimcha litsenziyalar ham bog'lab qo'ysangiz bo'ladi albatta. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi do'stlar connections deb nomlanadi va bu sizning ushbu platformadagi do'stlaringiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ish beruvchilarning e'lonlari to'g'ridan-to'g'ri e'lon qilinib boriladi va siz agar xohlasangiz, o'zingiz xohlagan, orzu qilgan ishga shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri topshirsangiz bo'ladi albatta. Shuningdek, bu ijtimoiy tarmoqda ham albatta to'g'ridan-to'g'ri xabarlar yuborsangiz bo'ladi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri сообщениялар, direct message'lar yuborsangiz bo'ladi albatta. Bir narsaga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. LinkedInda ko'rib turganingizdek, yangiliklar e'loni faqat asosan ish bo'yicha yangiliklar va e'lonlar. Bu yerda siz yangiliklardan tashqari qandaydir tadbirlar, yangi ixtiro qilingan innovatsiyalar va umuman kimdir qaysi ishga o'tgani va shunga o'xshash asosan karyera va shaxsiy rivojlanish uchun mo'ljallangan postlarni ko'rishingiz mumkin. Bu LinkedInning Instagramdan eng asosiy katta farqi. Shaxsiy tajribadan kelib turib, o'zimga LinkedIn nima foyda bergan aytadigan bo'lsam, menga LinkedIn juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Birinchidan juda ham ko'p tanishlar orttirdim. LinkedInda tanishlaringiz bu oddiy sizning Instagramdagi tanishlaringiz emas. Bular haqiqatan sizning networkingiz. Bu sizga juda ham katta imkoniyat eshigini ochadi. Menda juda ham ko'p shunday vaziyat bo'lgan. Ayrim odamlar bilan men LinkedInda tanishib, 2-3 yil oldin yozishmalarim bo'lgan. Bugungi kunda kelib o'sha yozishmalarimdan, o'sha tanishlarimdan hozir foydalanyapman. Ayrim ishlarga o'tishdi. Masalan, xususan mana Central Asian University'ga ishga o'tishimda ham LinkedIn eng asosiy sabab desam ham bo'ladi. Ya'ni ishimni almashtirish yoki yangi biznesda imkoniyatlar yaratish, yangi biznes partnyorlarini topish. Mana oxirgi yangiliklardan gapiradigan bo'lsam, yaqinda biz HyperUp'ning CEOsi Akmaljon bilan ko'rishdik. Ular bilan o'zimizning biznes loyihalarimizni birga ishlash bo'yicha kelishuvlarga erishdik. U ham LinkedIn platformasidan kelib chiqqan holda. LinkedIn platformasining yordamida biz tanishdik va o'sha yerda yozishmalarimiz orqali bir-birimizni topib, hozirda loyihalarimizni birga rivojlantirish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Umuman aytganda, LinkedIn menga bergan katta imkoniyatlarni sanaydigan bo'lsam, ular albatta 40-50 tadan ham ko'p. Bu albatta hammasini sanashga imkon bo'lmasa-da, lekin aytishim mumkin, haqiqatan juda ham foydali platforma.
Shuning uchun men hozirda ko'pincha LinkedIn platformasida asosan postlar yozib boraman. Instagramda ham o'z shaxsiy brendimni rivojlantirishga harakat qilmoqchiman-ku, lekin baribir LinkedIn bu juda ham professional platforma bo'lib, sizning professional darajangizni ko'rsatib bera oladigan zo'r platformadir. Hozirgi kunda ko'pgina zamonaviy kompaniyalarda ularning HRlari, ya'ni kadrlar bo'limi o'zlariga kelib tushgan rezyumelarni, kandidatlarni ularning LinkedIn profillariga kirib ko'rgan holda tekshirib chiqishadi. Endi Instagram va LinkedIn asosiy farqlari haqida biroz to'xtalib o'tmoqchiman. LinkedInda siz yaratuvchisiz, Instagramda esa asosan iste'molchisiz. Ko'pchilik uchun LinkedIn zerikarli tuyuladi, chunki u yerda shovqin yo'q, lekin aynan shu jimlik imkoniyatlarning ovozi. Instagram sizning vaqtingizni oladi, LinkedIn esa sizning vaqtingizga qiymat qo'shadi. Tanlov albatta sizniki. Instagramda cheksiz reelslarni tomosha qilasizmi yoki LinkedInda o'z tarixingizni yozasizmi? Albatta bu sizning o'zingizning qo'lingizda. LinkedIn bu oddiy ijtimoiy tarmoq emas. Bu sizning raqamli izingiz. LinkedIn bu sizning kelajagingiz. Do'stlar, o'zimning LinkedIn profilimni albatta ekranlarda qoldiraman. Siz ham o'zingizning LinkedIn profilingizni yaratgan holda menga connection yuborishni unutmang. Do'stlar, qo'llab-quvvatlash uchun albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like tugmasini bosing va ushbu video bilan albatta do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.